Qadim zamonlarda qayta tirilish urug'i deb qaysi narsani urug'ini aytilganini bilasizlarmi? Hozir men sizlarga u haqida ma'lumot beraman. Ungacha bitta like bosib, kerakli odamlarga yuborib qo'yasiz. Bu urug' ukrop urug'i hisoblanadi. Uni mo'jizalari haqida bilarmidilaring? Mana men sizlarga aytib beraman o'shani. Bu ukrop urug'ini bekorga qadim zamonlarda qayta tirilish urug'i deyilmagan. U turli xil kasalliklarni davolashda ishlatilgan. Ukrop urug'i gipertoniyaga qarshi bebaho vosita hisoblanadi. Organizmni zararli moddalardan tozalaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi, oshqozon muammolari va bosh og'riqlaridan xalos qiladi. 2 choy qoshiq ukrop urug'ini olasizlar, uni idishga solasizlar. Ustidan yarim litr suv solasizlar va uni olovga qo'yasizlar, isitasizlar, qaynash darajasiga olib kelasizlar, lekin qaynatib yormaysizlar. Mana shuni inobatga olinglar. Shu joyi eng muhim joyi. Qaynatib yormaysizlar, qaynash darajasiga olib kelasizlar. Keyin uni olib iliq joyda saqlang. 1 soat dam berib, keyin uni suzib olasizlar suvini. Xohlasangiz asal qo'shib iching. Kuniga 2-3 mahal ovqatdan yarim soat oldin yarim stakandan yoki 1 stakandan ichib borasizlar. Bu muolajani o'zingizdagi shikoyatlardan o'sha natijaga erishguncha davom ettirishingiz mumkin.